Assalomu alaykum hammaga. Bir Otabek degan ashulachi ukamiz hozir boshlariga ozgina musibat tushib qamoqxonadalar. O'sha qamoqxonada turib onalari uchun shunaqangi bir chiroyli ashula yozibdilar. Uni ko'rib to'g'risi men ham o'zim juda ham ta'sirlandim va ozgina o'zgartirishlar kiritib men ham bu ashulani aytdim. Eshitib bir baho berasizlar. Onajonlarimiz baxtimizga doim sog' bo'lishsin. O'g'lim bor deb kerilib qo'nab yurgan onama, orzularga berilib yayrab yurgan onama. O'g'lim bor deb kerilib qo'nab yurgan onama, orzularga berilib yayrab yurgan onama. Bugün qaddi bukilib, ko'zdan yoshi to'kilib, musofir o'g'lini yig'lab kutgan onama.